bekor sotyaptilar-da, o'zi ham mana buni qaranglar. W140 rubl 40, 128 ming kilometr yurgan родной probegdagi, родной kraskadagi mashina. O'zi ham shunaqasidan hech ko'rganmisiz? 128 ming kilometr yurgan. Bu mashinalar chiqqaniga necha yil bo'lib ketdi. Lekin hali hanuz o'zini ana urvelini saqlab qolgan. Hosili bilan o'tinglar, bitta farasini o'chirib qo'ying. Oka, niyat qildim deb yozib qo'yavering. Bundan ham zo'rlari nasib qilsin. Hech qanaqa texnik ошибкasi yo'q. Long, kraskasi ham top-toza, 3.2 litrli motor, oka, bemalol ustinglar bilan tekshirtirib olsanglar bo'ladi. 94-yil, aytgancha oka, bitta podpiskani bosib qo'yavering. Har xil noyoblarida qo'yib boryapmiz. Shunaqasidan hech ko'rganmisiz? O'zi ham ana Gentra legenda, Nexus 2 legenda deydiganlarni borib mashinalarni egalari ko'rib qolsa, bitta tepsa kerak o'zi ham, nima dedinglar? Narxi $18,400. Bosib yuborsanglar bo'ladi. Любой проверка.